Assalomu alaykum gruppadoshlar. 2026-yil 15-fevralda mana biz ham qishdan qo'yish boshladik. Mana bular 10lik. Mana chiqitga qishlarimiz. Qoliplarimiz 6 talik. Har bitta qishi o'rtasida listi bor. Mana qolipimiz yarmi 10lik, yarmi 3lik. 3'te. Mana 10lik. Mana 3'te 20lik. İş boshlandi. Ertalabga xudo xolisa, qurib qolsa taxlaymiz. Mana bu gazablanat xotdan chiqadigan piris g'iz chiqadigan qolipimiz.